Tezkor xabar: Andijondagi masjidda sodir bo'lgan portlashning barcha tafsilotlari e'lon qilindi. Barchasi fosh bo'ldi. Azizlar, videorolikdan batafsil ma'lumot olish uchun video ostiga bir dona like bosib, videoni oxirigacha tomosha qiling. Andijon viloyatining Izboskan tumanida joylashgan masjidda gaz portladi. Qurbonlar bor. 31-mart kuni soat 12:19 larda Andijon viloyati Izboskan tumani Mirzo Ulug'bek mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan Ahmadali Hoji jome masjidida havo gaz aralashmasining chaqnashi sodir bo'lgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha, masjidda gaz portlagan, oqibatda tahoratxona devor va tom konstruksiyalariga zarar yetgan. Yong'in sodir bo'lmagan. Andijon hokimligining ma'lum qilishicha, portlash oqibatida tahoratxona binosi qulagan. Hodisa sodir bo'lgan joyga viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov boshchiligida barcha mutasaddi mas'ullar yetib borgan. 31-mart kuni berilgan ma'lumotlarda hodisa oqibatida 10 nafar fuqaro tan jarohati olgani, 3 kishi halok bo'lgani aytildi. Bu ma'lumotlar hozircha yangilangani yo'q. Ma'lum bo'lishicha, hodisa sodir bo'lgani xabar qilinganida vodiyda bo'lib turgan bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov hamda favqulodda vaziyatlar vaziri general-mayor Botir Qudratxo'jayev Izboskan tumaniga yetib borgan. Bosh vazir matbuot kotibi Begzod Hidoyatovning ma'lum qilishicha, masjid hududida ro'y bergan baxtsiz hodisa oqibatida halok bo'lgan fuqarolarning oila a'zolariga har tomonlama ko'maklashish hamda jabrlangan fuqarolarga tez tibbiy yordam ko'rsatish, ushbu baxtsiz hodisaning kelib chiqish sabablarini o'rganish, shuningdek bu kabi favqulodda vaziyatlarning oldini olish maqsadida Vazirlar Mahkamasining tegishli farmoyishi qabul qilingan. Farmoyish bilan bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshchiligida hukumat komissiyasi tuzilgan. Andijon viloyati prokuraturasining ma'lum qilishicha, masjiddagi gaz portlashi ortidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Viloyat prokuraturasi hodisa haqida batafsilroq axborot berib, shunday degan: Izboskan tumanida joylashgan Ahmadali Hoji masjidining tahoratxona binosi yerto'lasida isitish moslamalariga ulangan gaz quvurlardan sizib chiqqan tabiiy gaz xona ichiga to'planib qolishi oqibatida elektr energiyasi yoqilgan vaqtida chaqnash sodir bo'lib, bino qulab tushgan. Mazkur holat yuzasidan Andijon viloyati prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 205 hokimiyat yoki mansab vakolati suiiste'mol qilish va 259 yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Bildirilishicha, tergov harakatlari davomida barcha holatlar to'liq o'rganilib, qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi va viloyat prokuraturasi bergan axborotda hodisa oqibatida 10 nafar fuqaro tan jarohati olgani, 3 kishi halok bo'lgani aytildi. Ammo ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari esa qurbonlar ko'pligini yozmoqda. Gaz portlagani haqida ma'lum qilingandan keyin ko'pchilik Farg'ona viloyatining Farg'ona shahrida joylashgan avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasidagi portlashni esladi. Holat o'tgan yilning 17-dekabr kuni sodir bo'lgan edi. Portlashda 4 nafar fuqaro vafot etgani rasman e'lon qilingan, ammo tarmoq foydalanuvchilari jumladan farg'onaliklar ham rasmiylar o'lganlar sonini yashirganini aytgan edi. Farg'onadagi portlash Andijondagidan ancha dahshatliroq edi. Shunday bo'lishiga qaramay, o'shanda voqea joyiga hokim yo boshqa rasmiylar borgani yoki hukumat komissiyasi tuzilgani haqida hech qanday axborot berilmagan. Halok bo'lganlarning yaqinlariga kompensatsiya puli to'langan yoki to'lanmagani hozircha ma'lum emas va ko'pchilik nega hukumat Farg'onadagi holatda hukumat komissiyasi tuzilmagani, rasmiylar u holatga sovuqqon bo'lgani va hatto halok bo'lganlarning yaqinlariga ta'ziya bildirmaganini yozishmoqda.